Mana ustozim Muhammad Yusuf büyük şair, oddiy sodda shoir. Olamdan o'tganiga ham ko'p yillar bo'ldi. Ana shu ustozimga atab u inson o'tib ketgandan keyin bir she'r yozganman. Ana shu she'rni e'tiboringizga havola qilaman. Uzoqlashgan edim qalamdan, qo'llarimdan tushgandi qog'oz. Bag'rim tutib qayg'u alamdan, yuragimni to'kayapman boz. Har bir so'zni, har bitta harfni dil to'ridan olayapman uzib. Sog'intirib mendek g'aribni, qayerdasiz Muhammad Yusuf? Shavkat dedi, o'lgan u o'lgan. Hayron boqdim, jinnimi u yo Shavkatga bir nima bo'lgan, yo so'ngiga yetdimi dunyo? Axir cheksiz samovat uzra charchadida ona yer suzib, yoki oyda ahtarib misra yuribsizmi Muhammad Yusuf? Yetolmayman tovonlarim qon, osilsamda tikon haslariga, poyingizga yetganim hamon, yumalayman yana paslarga. Intilaman tag'in ko'ksari, burnim qonab laxtaqon qusib, unutilar azorlar bari. Sizni ko'rsam Muhammad Yusuf, didoringiz qayda hansirab, eltar meni yana qay so'qmoq. Ketayapman faqat shan so'rab, balki tushar boshimga to'qmoq. Axir dunyo maslagi makr, huzur qilar hilalar tuzib. Dardkashim yo'q, ezginman axir. Qayerdasiz Muhammad Yusuf? Men kimman hu yo'lda o'ksinib, yolg'iz qolib ketgan butaman. Yarim yo'lda oyog'i sinib, nochor bo'zlab yotgan botaman. Chor atrofim yonayotgan dash, o't yo'lini bo'lmaydi to'sib. Endi qiyin mang'itda yashash. Qayerdasiz Muhammad Yusuf? Oh! Молодец, пора.